Assalomu alaykum, Navro'zon Flowers obunachilari. Bugungi kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Anchadan beri sizlarga videorolik tayyorlamagandim. Mana bugun philodendron hassatum gulimda ko'paytirganimda natijalari va suvga solib qo'ygandim. Ildiz otgan ekan, shularni bemalol sizlar bilan birgalikda ekib olamiz. Sizlarga hozir esa mana shu kattaroq to'ydagisini ko'rsatay. Shulardan ko'chatlik olgandim. Eslaringizda bo'lsa, mana juda chiroyli bo'lib o'syapti. Bitta aporada 5 ta 4 ta kusp ekilgan. Bu Xitoy varianti. Xitoydan shunday apora bilan kelgan. Ko'rsalaringiz mana shu oddiygina aporada ham rosa chiroyli bo'lib o'syapti. O'zini воздушный tomirlari bilan chiroyli bo'lib, shunday srebristый kulrang barglari bilan rosa ajralib turadi bu philodendron hassatum. Hammaga qiziq bo'lsa kerak, yashillikdan to'ygan insonlar mana shunday ranglari noodatiy bo'lgan gullarni orasiga qo'yib qo'ysa rosa chiroyli bo'lib o'sadi. To'g'risi odamning dili yayraydi. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim mana shunday gullarni. Yashil gullaringiz orasiga solib qo'ysalaringiz bir chiroyli bo'lib o'sib turadi. O'zim ham qiziqqanim uchun, yaxshi ko'rganim uchun ikkita oldim. Ham ko'paytirishga, ham gullarim orasida chiroyli bo'lib turadi deb. Mana o'sayotganini ko'rsalaringiz, mana shu bosh qismlardan kesib ko'chat olgandim. Endi buni aporasini yana davom ettirishim kerak ekanda. Mana shu yangi chiqarayotgan barglari endi aporadan o'sib chiqib, mana воздушный tomirlari aporani his qilmagani uchun barglari kichkinarayib ketdi. Lekin rosa zo'r bo'lib o'sib turibdi. Beorgan ekan, chunki kelgan vaqtida NPK berdim. Undan keyin kuz faslining sovuq kunlari kirib keldi. Bir marta qish oldi, fitosporinli suv qilib, temir moddasi qo'shib suvlagandim. Shu bilan turibdi. Tagida namliklari ancha yaxshi. Juda yaxshi. Qish bo'lmasdan ham o'zini chiroyini ko'rsatib turibdi. Qishligiga qaramasdan yangi barglar, yangi o'suvlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Endi ko'chatlarimizni ekib olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, salofan paketlarga kiygizib qo'yib, ko'paytirishga qo'ygan hassatum gullarim natijalarini ko'rsatay sizlarga. Mana holatlari juda yaxshi. Yangi barglar chiqardik. Chiroylikkina yana barg chiqarish arafasidamiz. O'zini воздушный tomirlarini ham yaxshi o'zlashtirilyapti. Shu yerda ildizlari ham ko'rinibdi. Ozroq kattaroq stakanga ekkanim uchun воздушный ildizlari yaxshi ko'rinmabdi, lekin yangi barg chiqardimi, bular ko'klab ketdi degan hisobga olamiz. To'g'risi, mana nobud bo'lganlari ham bo'ldi. Mana bitta ikkita barglarni yo'qotgan, lekin mana poyalari tirik qolganligi uchun yangi barglar chiqarib kelyapti. Juda yaxshi, natijamiz yaxshi. Nobud bo'lganlarini bir 3 talarini aytsam bo'ladi. Mana yangi barg chiqarishini ko'ring. Bular ko'zingiz quvnaydi bunday o'z qo'lingiz bilan ko'paytirgan gullarni ko'rib. To'g'risi, bular katta ko'chatida yana bitta kesib tashlab, bitta shox, bitta barg qilib ekkandim. Rosa chiroyli bo'lib o'syapti. Ko'zimizni quvontirib, mana bu yerga eski bargi yopishib qolgan ekan, qurib, namlanib, namlik ko'pligi uchun uni olib tashladim eski bargini. O'zi mana yangi yana barg shox chiqargan. Hammasi holati yaxshi. 3 taginasi nobud bo'ldi, chiridi, namlik menimcha ko'proq bo'lgan bo'lsa, shunga mana buni barglari rosa chiroyligida. O'zingiz uchun ham ko'paytirib olsangiz buni bemalol ekib yaqinlaringizga ham tarqatsalaringiz bo'ladi.
Mana chiroyli bo'lib o'syapti. Sizlarga mana shu natijasini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bularni salofan paketga kiygizib qo'yib ko'paytirganman. Keyin esa suvga ham solgandim. Suvdagilarim rosa zo'r ildiz otgan. Bular kesilmagandi, 2 ga 3 ga bo'lmasdan shunchaki katta shoxini suvga solgandim. Juda yaxshi natija berdi, to'g'risi. Endi bularni olsak, ildizlab turgan gullarimizni ekib olmoqchiman. Mana shu yerga hammasini chetga olib qo'yamiz. Bizga xalaqit bermasligi uchun 5 tami, 6 tami ildiz otgan suvda. Suvda ham ildiz otsak natijamiz yaxshi bo'lar ekan. Tuproqda ham. Ko'plar so'rashdi, Hasratum gulingizni natijasi bilan bo'lishing, ko'rsating degani uchun har bir gulimni ko'paytirganlarimda natijasini sizlar bilan bo'lishyapman, to'g'risi. 5 deydi. Ko'ramiz qani. Ildizlari suvda ham yaxshi o'tganmi? Oho. To'libdi. Suvda ham yaxshi ekan natijasi, mana ko'rib turganlaringizdek, rosa beyor gul ekanda, to'g'risi. Kesgandan keyin ham onasini shoxlashi tezlashdi. Bularni ekib olamiz. Воздушный tomirlarni ham suvga enkaytirib solib yuborgandim. Qani, ildiz otsang otgin, bo'lmasa otmasang o'zing ham ildizlaysan degan nimada, maqsadda. O'zini eski bargini tashlabdi. Faqat chiroyli gullarni ko'rsatmay, mana shunday nobud bo'ladigan barglari. Buni qo'rqishda hojat yo'q, chunki bu yerdan olib tashlaymiz. Mana bu chirish emas. Shu yerdan qattiqroq qisib kesgan bo'lsam kerakda, kesaman deb yana pastroqdan kesibman. Lekin mana воздушный tomirlari juda zo'r yurishib ketibdi. Bir-biriga kiyishib ketgan. Bularni ajratib olsak, chiroyli qilib ekib olamiz. Ha deb qimmat gullarni sotib olgandan ko'ra, mana shunday o'zingizda bor gullarni o'z qo'llaringiz bilan ko'paytirganga nima yetsin, to'g'rimi? Ana. O'zini mana shu qarang, воздушный tomiri. Xuddi monsteralarimiz ham shunday beyor. To'g'risi. Hop. Stakanimizga ketarmikan bular? Hammasi katta. Chiroyli qilib ekib olamiz. Yopishib ketgan, to'g'risi. Menga olishga noqulay bo'lyapti. Bitta shoxli qilib ham kesib tashlagan ekanman. Qo'limga tushgan gulni kesadigan odatim borda, to'g'risi. Bir ko'paytirib qo'yay deb. Faqat iliqroq joyda turdi. Kuxnyada sizlarga ham shuni maslahat beraman. Iliqroq joyda tursa, suv yaxlab qolmasa bo'ldi. Chiroyli qilib bularni ham ekib olamiz. Qani, chiqqanini ekib olaylik. To'g'risi, joylashtirish qiyin bo'lyapti ko'pligi uchun. Ko'zim qizib ko'paytirib tashlabman. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi ham aporasidan balandga qarab o'sib ketyapti-da. Endi apora nima qilib tayyorlab ekib olishim kerak ekan, aporalarni uzaytirib, to'g'risi. Yangi tug'ilgan chaqaloqday pupillab o'tiramizda, endi yangi o'zimiz ko'klatgandan keyin. Gruntimiz perlit, vermukulit solganman ozroq.
biyogomus ham soldim, kuch quvvat bo'lsin deb. To'g'risi o'zimniki bo'lgani uchun ham yengilgina bo'ladi grunti, ham kuch quvvat bo'ladi. To'g'risi biyogomus qo'shsak огородlarga ham sepamiz-ku bahor oylarida. To'g'risi otam ham shunday edi. Chirindi gumparlarni огородlarga sepib tashlasdi. Butun qishda chirib, yomg'ir qorlarni tagida tuproqqa qo'shilib, yerda ag'darganimizdan keyin pomidorlarimiz, bolgarlarimiz katta bo'lardi, to'g'risi. Shuning uchun biyogomus ham qo'shdim. Buni shu kattarog'ini eksam, qolganini ildizi salgina kichkina ekan, ularni yana qaytadan suvga solib qo'yamiz. Hammamiz mana shunday qilib gulni ko'paytirib olgandan keyin esa gulni endi qolgan hayotini qanday davom ettirishini o'ylab ko'rishimiz kerak. Chunki ko'paytirib oldik, suvga soldik, ildiz otdi, mana tuproqqa ekdik. Keyinchalik ham nobud bo'lishi mumkin, to'g'risida. Shuning uchun shuni sirini sizlarga aytib ketsam, ozroqgina mini teplичка qilib qo'yasizlar, salofan paketga kiygizib. Chunki o'zini tiklab olsin. Yana stressga tushsa, stressdan o'zini chiqarib olsin. Shunday воздушный tomirlarni ichkariga solib yuboramiz. Mana shunimiz rosa qilach yozib ildiz otibdi, to'g'risi. Mana eski bargini olib tashlasak ham bo'ladi, olmasak ham bo'ladi. Shu воздушный tomirlarni ham kirgizib yuboramiz. Monstera ekayotgandek bo'ldim, to'g'risi. Monsterani ham mana shunday tomirlari, воздушный tomirlari har qayoqqa qarab o'sib ketadi. Salofan paket kiygizamiz. Og'zini yopmasdan salgina ochib qo'yib, o'zini tiklab, mana shu tomirlari tuproqqa moslashib olgandan keyingina ochiq havoga chiqaramiz. To'g'risi, sizlarga sirini ochib ketay. Buni shunchaki ekib, shunchaki tokchalarga qo'yib qo'yishni maslahat bermayman. Lampalar bo'lsa, lampalar tagiga qo'yamiz. Shu oxiridagi ildizimiz kiraman demayapti-da. Shunday qilib ekib oldik mana. Kattalari qimmat. Mana shunday kichkina ko'chatlari ham rosa tez o'sadi. O'zini sharoitini yaxshi qilib bersak, chiroyli bo'lib o'sadi, to'g'risi. Salgina qimillab qolibdi. Воздушный tomirlarni qarang. Lampani tagida turgani uchun lampaga qarab o'sibdi. Shunday. Endi esa mana bularimiz yaxshilab ildiz otsin, chiroyli bo'lib. Mana qarang. Shoxchalarni bitta barg, bitta bo'g'in shoxcha uyg'onibdi. Shunday qilib ko'paytirib olamiz. O'zlaringizni ham xursand qilasizlar. Bemalol gullaringiz ham ko'payadi. So'raganga ham berasizlar, sotasiz deganlarga ham bemalol sotsalaringiz bo'ladi. Shunday qilib mana gullarimizni ekib oldik. Quruq tuproqqa ekdik. Endi bunga sizlarga yana bitta foydali maslahat. O'zi ildiz otgan suvni suvlayotganda mana shu suvimizga qo'shib yuboramiz. Chunki o'zi anchadan beri ildiz otib turibdi, suvga moslashib
o'rganib qolgan o'zini suvi hamda karnivinni suv desak ham bo'ladi. Shu stakandagi tuproqqa tezroqqina ko'nikib, tomirlari yurishib ketishi uchun foydali bo'ladi, to'g'risi. Sizlarga ham shu narsani maslahat berardim. Shu ildiz otgan suvini bemalol o'zlariga qaytadan ishlatsak bo'ladi. Bu karnivin tabiiy. Agarda ko'proq suvga qilib qo'ymoqchi bo'lsalaringiz ham ko'proqqina suv solib ildiz ottirib qo'ysalaringiz suvni o'ziga o'zi ishlatsak bo'ladi. Mana endi hamma gulimizga suvni quyib bo'ldik. Men bularni salofan paketlarga yigirib qo'yaman, chunki sizlarga ham shuni maslahat beraman. Foydali. Gullaringiz bemalol stressga tushmasdan ildiz otib shu tuprog'ini egallab oladi. Endi qolgan umrini mana shu tuproqda o'tkazadi, faqat suvda emas. Shuning uchun ozgina o'zlarini ko'niktirib olsin deb yordam beramiz bularga. Hop, sizlarga ham mana ko'rinsin. Mana shunday qilib og'zini ochiq holatda iliqroq joyga qo'yamiz. Chiroyli bo'lib o'zini ko'klab olsin. Keyin yana sizlarga bir video rolik qilib ko'rsataman. Qani tuproqqa ham o'zini o'zlashtirilishi qanday. Bir xillar mana shunday tuproqqa ekib olgandan keyin nobud bo'ldi deb hafsalasi pir bo'ladi-da. O'shaning uchun mana shu ham bittagina sizlar uchun foydali maslahat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa rosa xursand bo'laman. Charchamangizlar.